Giyohvandlik bu nafaqat bir insonning, balki uning oilasi va jamiyatning kelajagiga ham jiddiy xavf soluvchi illatdir. U inson sog'lig'ini, orzu maqsadlarini va hayotini izdan chiqaradi. Giyohvandlik vositalarini tarqalishiga qarshi kurashish maqsadida respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Xususan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi giyohvandlik vositalarining tarqalishi oldi olindi. Mirzo Ulug'bek tumanida 1980-yilda tug'ilgan shaxs qo'lga olinib, xolislar bilan ko'zdan kechirilganda 5 gram giyohvandlik vositasi topilgan. Shundan so'ng mazkur shaxsning yashash xonadoni ham xolislar bilan ko'zdan kechirilganda katta miqdordagi giyohvandlik vositalari topilgan. Tezkor tadbir davomida qo'lga olingan gumonlanuvchining jinoiy sherigi 1979-yilda tug'ilgan shaxs ham qo'lga olindi. Natijada unga tegishli bo'lgan 585 gram yashash giyohvandlik vositalari daliliy ashyo sifatida olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirda ushlangan shaxslardan jami 1 kilogramm 120 gram giyohvandlik vositalari olindi. Fuqarolar, ayniqsa yosh avlodni mazkur giyohvandlik vositalaridan zaharlanishiga chek qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Toshkent shahrida bu kabi tezkor tadbirlar davom etmoqda.